Assalomu alaykum. Bazarqo'rg'on shahri. Jusuyev 12/9 eski MTF'ni jerinden 12 sotik jer uchastik satuga chiqdi. Uzuni 60, eni 40 bo'lgan jer. Bahası 3 milyon 500 ming so'm. Kelishim joldoru bar. 6 sotikdan bölüp satu joldoru dağı bar. Jer taş emes, turpaqtu jer. Taza suv, svet bar. Mektep, bala bakça, детский сад, mechit janында. Bazarqo'rg'ondan chiqib Qizilayga ketib жатқан жолдон Tashiva Burul ko'chasi menen burilib, ildiy tushib kelayotganda jang asfalt ko'cha. O'sha asfalt ko'cha menen ildiy tushib solga buriladi. Solga burilgandan keyin kichkina yurgandan keyin ko'prik keladi. O'sha ko'prikdan 100 metr o'tgandan keyin o'ngga burganda sol jaqdagi ikkinchi jer uchastigi. Al endi ikkinchi orientir bazardan chiqib, bazarning orqa jag'indagi vokzalniy ko'cha menen tuz tushib kelsa dag'i bo'ladi. Hozir negizi o'shol ko'cha rekonstruksiya bo'lib, asfalt tushib, yo'ldor kengayib жатат. Жердин кызыл китеби бар. Бардык суроолор боюнча төмөндөгү телефон номерлерге чалып, сурап билип алсаңыз болот. 0555 23 74 67